Avvalo hammaga assalomu alaykum. Meni YouTube sahifamga xush kelibsizlar. Bu meni birinchi vlogim. Men sizlarga o'zimni hayotimni o'zgartirish uchun qilgan safarimni yoritib boraman. Menga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlashlaringni so'rab qolaman. Men Abdullahat Muhammadamin Akmaljon o'g'li 2006-yil 7-mart sanasida Farg'ona shahrida tug'ilganman. Oilada 4 ta farzandmiz. Men ikkinchi farzandman. Men hayotimni o'zgartirish uchun safar qilishga qaror qildim va buni boshlash uchun eng to'g'ri yo'l deb Saudiya Arabistoni deb bildim va 11 fevral kuni Madina shahriga yetib keldim. Hozirda Makka shahridaman. Iftor vaqti yaqinlashib qoldi. Shuning uchun haramga iftorlik qilgani boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Lift keldi. Shu iftor vaqtiga yaqin odam juda ham ko'p. Shu mehmonxonani 10-qavatida turaman men. İnşallah iftar yo'lga olsa bo'ldi. Ertaroq bormasa yo'q qo'yapti. 300 ga. Bu yerda arzon bozor bo'ladi. Gurji bozor deyiladi o'zbekcha. Iftorga yaqin boshlanadi. Shunaqa bozorchalar. Odam to'lib ketadi ko'chada. Ramazon oyi hozir juda ham odam ko'p. Bu maishiy texnika magazini ekan. Yak otel birinchi yili shu mehmonxonada turganmiz. Bular Makka shahrida qatnaydigan taksistlar. Katta Hyundai'lar ham, Hyundai Sonata va KK5 Camry mashinalari taksiga qatnaydi. Bu mehmonxona oldida turgan avtobuslar hammasi haramga boradi. Bepul qatnaydi mehmonxonadan haramga. Azda degan joyiga. Mayli, bu avtobusga ulgurmadik, keyingi avtobusga boramiz. Boshqa mehmonxona oldida avtobusga chiqamiz. Retaj Al Hayat Hotel. Makka shahri to'la hotellarga. Lexus. Bu GMC arablarda eng yoqtirgan mashinalari. Bu avtobusga menimcha nimadir bo'ldi, yurmaydi shekilli. Ko'ramiz, yana avtobus bo'lsa avtobusda bo'lmasa piyoda yo'lga chiqamiz. Avtobusimiz parod qildi. Endi yo piyoda ketamiz yoki boshqa avtobusga chiqamiz. Piyoda ketishda afzal bildim. Piyoda meni joylashgan joyimdan bir 3 kilometr uzoqlikda bo'lsa kerak. Bu o'sha mashhur soat binosining ichi ko'rinib turadi. Camry eski versiyasi, Land Cruiser, Hyundai. Nomeri Jardin, Iordaniya nomeri ekan. Bu Dubai nomeri ekan. Bu Iroq nomer. Bu Saudiya Arabistonining o'z nomeri, qisqa yozilgan bo'ladi. Bu ham Iroq nomer, Iroq, Kuvayt, Saudiya, Iroq. Bu Equinox. Bizni o'zimizni Equinox. Siyalar boshqacha ekan. Toyota safariga chiqadigan mashina bu. Bu sartaroshxona. Soch olish ishlari bilan shug'ullanishyapti. Ana o'zbeklar yuksak travel. Sovg'a salom magazinlar juda ham ko'p. Har bir qadamda uchraydi. Bu Chik Bayik. To'g'ri go'shtdan har xil taomlar tayyorlashadi. Bu yerda menga yoqadigan non sotishadi. Shundan olamiz. Menga juda ham yoqadi. Donasi 1 riyal turadi. Bizni pulga 3,5 ming so'm bo'ladi. 3,5 ming so'm atrofida. 1 riyal, 1 tanga evaziga bitta non sotib olamiz. Assalomu alaykum. Shukron. Issiq qaynoq non ekan. O'zbekistonda nonlardan yo'q, lekin shu non menga eng yoqqan non shu bo'ldi. Qolgan nonlar bo'lichga, shunaqa nonlar ko'p. Kaptarlar. Haramga qarab ketyapmiz. Xotaydan o'tgan tunnel shu yo'l orqali haram hududiga boramiz inshaalloh. Shu yo'l ochilgan kecha kechqurun Laylatul Qadr kechasiligi munosabati bilan yo'llarni bekitib qo'yishgan edi. Hozir inshaalloh piyoda o'tamiz. Kimdir kaskasi tushib qoldi. Kecha shu joydan o'tkazmayotganda o'tolmayapti dedi. Haram hududiga kirish uchun ikkita tunneldan o'taman. Bu birinchi tunnel. 911 polis Travers mashinasida. Odamlar yo'lda bo'yida mana piyoda ketishyapti. Sun'iy yoritilgan. Havoda aylantirib turish uchun qilingan. Bu bo'lmasa bu yer juda ham dim bo'lib ketadi. O'tgan safar narigi yo'l, narigi tunnel ishlamayotgan ekan.
juda ham issiq bo'lib ketibdi. Chidab bo'lmaydigan darajada issiq bo'ldi. Endi bu safar bilmadim, keyingi tunnel ishlatib qo'yishgandir. Mana birinchi tunneldan ham chiqib oldik. Ikkinchi tunnel birinchi tunnelga qaraganda uzunroq nisbatan. Bu yerda ham polislar. Ikkinchi tunnelga qarab kirib ketyapmiz. Chiroqlarni yoqib olgan znak. Boshqalar bu yerda bilmaydi. Suv tanqisligini hisobiga bu yerda suv juda ham tanqis. Yer ostidan faqatgina zamzam suvi chiqadi. Maishiy ishlatish uchun suvlarni Jidda shahridan olib kelishadi. Mashinalar juda ham ko'pligini hisobiga bu yer juda ham issiq. Motordan chiqayotgan issiqni bu ventilyatorlar chiqarib ulgurmayapti. Ikkinchi tunneldan ham chiqib oldik. Telefonim xotirasi to'lib qoldi, shuning uchun qolgan videoda olmadim. Haram hududiga yetib keldik. Mana o'sha mashhur soat. Yo'ldan o'tamiz. Bu mehmonxonalar avtobuslari chetga kelib to'xtaydi. Bu mana birinchi chiqib olmagan avtobusim, Afaq Almashar mehmonxonasini avtobusi, bu ham yonimizga keladi. Har xil millatdan odamlar juda ham ko'p. Mana yosh bolachalar ham ehrom o'rab nima qilganiga yetishgan. Har joyda kabutarlar uchib yurishadi bu yerda. Ikki kabutarlari. Odamlar ovqatlab berib ketishadi. Bu yerda qurilish ishlari ketyapti. Kirish bu tomondan ekan. Inson tarqatishyapti. Ro'mollar tarqatishyapti. Bu yerda juda ham ko'p inson tarqatishadi. Bu yerda joylar juda ham ko'p. Biz ichkariroqqa kirishga harakat qilamiz. Bir qismini oq bo'yoq bilan bo'yash. Bu yer Ka'ba tomonga o'tib ketiladi. Odam ko'pligini hisobiga Ka'bani atrofida odam ko'payib ketmasligi uchun faqatgina umra qiluvchilarni kirgizadi. Ehrom kiygan erkaklarni va hamma ayollarni kirgizaveradi. Biz masjid qismiga kiramiz. Masjid qismiga kirganda odam juda ham mazza qiladi, chunki bu yerda konditsionerlar juda ham ko'p, havo juda ham mazza. Haramning to'liq masjid qismi konditsionerlar bilan qoplangan. Bu ayollar uchun ajratilgan qismi, bu esa erkaklar uchun ajratilgan qism. Odam to'lib bo'lgan. Ehrom tarqatishlar boshlangan. Hammaga shunaqa paketda ehsonlar tarqatishadi. Men bo'shroq joy topib o'tirishga harakat qilamiz. Bo'sh joy bormi? Joyi yo'qqa o'xshayapti. Menimcha bu yerdan joy topolmaymiz. Shuning uchun ikkinchi qavatga chiqamiz. Bu tarqatiladigan ehsonlar. Ikkinchi qavatga chiqish uchun eskalator. Bu mezon qavat ekan. Bu yerda menimcha qurilish ishlari ketyapti. Bu yerda ham menimcha joy yo'q. Shuning uchun hamma tepaga qarab chiqyapti. Bu etajiga chiqishga harakat qilamiz. Tepada joy to'libdi. Uchinchi qavatga chiqdik. Ichkaridan joy topsa yaxshi bo'lardi, chunki bu yerda konditsionerlar bor. Odamlarga o'zi iftorliklarini tarqatib olishgan. Hammaga shunaqa iftor tarqatishadi. Iftorlar tarqatishdi. Shu iftorga tayyorlanyapmiz. Kutib o'tiribmiz. Hamma iftorlikni ushlab, oldiga dasturxon solib o'tiribdi. Bunaqa xurmo tarqatadiganlar ham ko'p. Sizlar ham o'zlaring kelib, ehson uchun xurmo tarqatsalaring bo'ladi. Shom namozidan so'ng janoza namoziga tayyorlanamiz. Janoza namozi boshlandi. Shomni o'qib, iftorliklar qilib, uyga yo'l olyapmiz. Bu tahoratxona Abu Lahabning uyi bo'lgan oldin, hozir kanalizatsiya va hojatxona maqsadida ishlatiladi.
Bu joy payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni tavallud topgan uylari bo'ladi. Bu Abu Lahab uyi. Haram hududi. Bu mana birinchi vlogim edi. Yana Makka shahrida qayerlar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, inshaalloh yoritib beraman.